Assalomu alaykum aziz insonlar, hurmatli obunachilar. Biz bugun pechakning foydali xususiyatlari haqida video qilamiz. Xalq orasida partak, uning bosh nomlari bor. Latin tilidagi convol vere, uramoq, chirmashmoq ma'nolarini ifodalaydi. U pechakdoshlar oilasiga kiradi. Siz bilasiz, ko'rgansizlar, barglari yuraksimon, gullari qo'ng'iroqsimon, naysimon, kunduzi ochiladi, kechqurun yopiladi. Dunyoda 1500 dan ortiq turi bo'lib, O'zbekistonda esa pechakning 14 turi bor. Vodiyda, Baxamizda, adirlarda va tog'larning quyi qismida o'sadi. Kimyoviy tarkibida alkaloidlar, kumarinlar, flavonoidlar saqlaydi. Xalq tabobatida barg va gullarining qaynatmasi asab kasalligida, ich qotishda, ovqat hazm qilishda, bronxial astmada, ildizi qaynatmasi o'pka va jigar kasalliklarida, yaralarni davolashda ishlatiladi. Tibbiyotda alkaloidlardan tayyorlangan preparatlar, masalan, Trapatsin, Parkinson kasalligida, astma hamda ichak yarasini davolashda qo'llaniladi. Akademik Muhiddin Umarovning tabobat kitobida ta'kidlashicha, chirmovuq miya va asab kasalliklariga davodir. Asosiy iste'mol qilinadigan qismi har tomonga tarqaluvchi iplari va urug'laridir. Uni murch bilan kessa yana yaxshi. Bir misqoli 4,5 grammdan ortiqroq. Uzoq qaynatmasdan, urug'ini ezmasdan yeyish kerak deyiladi. Xullas, pechak damlamasi yoki preparatlar Parkinson kasalligida, asab kasalligida, bronxial astmada, ichak yarasini davolashda ishlatiladi. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosing. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bu biz uchun muhim hisoblanadi. Siz kanalimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz.